hayvonlarga qarshi ishlatiladigan dorilarni gapiramiz. Dorilar juda ham ko'p, bir 30 tamikin, 25 tamikin dori bor. Agar men tuberkulozli dorilarga qo'shib o'tganimizda bu mavzuda asli ikkalasini bittaga bo'lib qo'yishgan ekan. Menimcha u xatolik. Shu tepadagilar mavzuda bo'layotgan vaqtda xato bo'lib qolgan, chunki dori o'ta ko'p. To'g'ri mikrobiologiyani o'rgangansizlar, nimadir, lekin baribir dorining mexanizmi qo'shiladi sizlarga, nojo'ya ta'siri qo'shiladi. Ana shunda o'ta ko'p bo'lib ketib qoladi agar ikkita mavzuda o'tganimizda. Shuning uchun buni alohida o'tamiz. Bitta orqada qolib ketyapmiz degani bu. Pestitsid, mistitsid degan mavzular bor ekan, ana shularni ikkita birlashtirib o'tamiz. Xo'p, bo'lmasam bugun protozoalarga ta'sir ko'rsatadigan, ya'ni sodda hayvonlarga, ularga kiradi, sizlar bilasizlar. Entomioba, giardia, leishmania, trypanosoma, ana shularga ta'sir ko'rsatadigan dorilar, gelmitlarga ta'sir ko'rsatadigan dorilar, bolalar gijjasi, paramastasma qonunchilik, askarida, shunaqalarga ta'sir ko'rsatadigan dorilar va ektoparazitlarga qarshi dorilar deb gaplashmas ekanmiz, nimagadir u yo'q ekan kitoblarga. Ektoparazitlarga kiradi. Kana, bit, burga, ana shularga qarshi dorilarni ularni o'zlariga o'rganib olasizlar shekilli, kitoblarga yo'q ekan. Yusamlarda lekin ular ham so'ralar edi. Parazitlarga qarshi dorilar, ya'ni sodda hayvonlarga boshlaymiz. Mana protozoalar, maliariya degan patogen bor. Amebias, leishmania, trypanosoma, giardia, toxoplasmos hammasini dorilarni gaplashishdan oldin o'ziga xos bo'lgan xususiyatini ozgina mikrobiologiyadan eslatib o'taman. Eng katta narsalarni. Birinchisi mana maliariya. Maliariya degan bezgak kasalligini keltirib chiqaradigan patogenlar bor. Ular asosan Afrika hududlarida yashaydi va chivin bor. Anopheles mosquito, Anopheles chivini orqali yuqadigan patogenlar hisoblanadi. Chivin chaqqan odam agar kasal bo'ladigan bo'lsa, menga yuqadi plazmodiumlar va meni qizil qon hujayralarimda yashab turib, qizil qon hujayralari tarkibidagi gemoglobin bilan oziqlanib, ovqatlanib, qizil qon hujayrasining ichida ko'payib chiqib ketadi. Lekin bular shunaqa organizmlar ekanki, birgalikda kirarkanda, birgalikda chiqib ketar ekan. Misol uchun chivin chaqqanda bir 100 mingta kirdi deylik, 10 mingta kirdi deylik, nechtadir kirdi. Hammasi bitta paytda qizil qon hujayralari ichiga kirarkanda kelishib oladi, bilmayman qaydan biladi, hammasi bitta paytda chiqib ketadi. Bitta kirib, bitta chiqadi. Har chiqqan vaqtda organizmda isitma sodir bo'ladi. Agar har 48 soatda chiqib ketsa, har 48 soatda isitma, har 24 soatda chiqib ketsa, har 24 soatda isitma, shunaqaga qarab turib intervalli isitma kuzatiladi. Tushundingmi? Demak, biz oldimizga keladi bemor, isitma bilan keladi, har ma'lum bir intervalda takrorlanaveradi. Va albatta qizil qon hujayralarida parchalanganligi hisobiga sarg'ayish belgisi, qonda bilirubinning ko'payishi, gapda globulin kamayishi, shunaqa belgilar sodir bo'laveradi. Shunaqa patogen hisoblanadi. Xo'p, lekin hammasi ham har 48 soatda, har 72 soatda ma'lum bir interval bilan chiqib ketmaydi. Bitta turi bor, falciform degan turi bor. U palapartish chiqib ketadi. Kiradi, xohlagan paytda chiqib ketishi mumkin. Palapartish bo'lib ketadi, isitma chiqaveradi, shunaqa. Plazmodium maliariya har 48 soatda chiqib ketadi. Vivax bilan avvaliy har 72 soatda chiqib ketadi, adashmasam. Vivax bilan avvaliga xos bo'lgan xususiyat, ular latent holatda uxlashi ham mumkin jigarimizda. Gipnozoid formada uxlashi mumkin. Biz dori berganimizda jigarga ta'sir ko'rsatadigan dorilarni ham qo'shib berishimiz kerak, agar Vivax bilan avvaliy aniqlansa. Plazmodium maliariya bo'ladigan bo'lsa, jigarga ta'sir ko'rsatadigan dorisini berishimiz shart emas. Ularni hozir o'rganamiz. Qaydan bilaman Vivax avvaliy maliariyaligini yoki falciformligini desalar, isitmasiga qarab bilasizlar. Har necha soatda isitma bo'layotganligiga qarab turib, qaysi birligini bilib olib turib, shunga mos dorini beraverasizlar. Birinchi gaplashadigan dorimiz xloroquin degan dori. Xloroquin bu gen polimeraza degan fermentni ikki birlab qo'yadi. Maliariyalar qizil qon hujayrasi ichiga kirgandan keyin oziqlanadi, gemoglobin bilan oziqlanadi, to'g'rimi? Gemoglobinni bir chekkasidan g'ajib yeyotgan vaqtda ichidan gen degan narsa bor. O'sha gen u oksidativ modda, reaktiv modda. Uni tarkibida temirlar bor, metallar bor, to'g'rimi? Maliariyani o'zini zararlab qo'yishi mumkin. Shuning uchun maliariyada bitta himoya vazifasini bajaradigan ferment bor. U fermentning nomini gen polimeraza degan ferment bor. Gen polimeraza. Gen polimeraza nima qiladi? Genni parchalab, erka radikal bo'lganligi uchun toksik narsani inaktiv holatga o'tkazib qo'yadi. Ya'ni o'zini himoya qiladi. Ovqat yeyotgan vaqtda bitta zaharli narsa paydo bo'lib qo'yapti. Uni gen polimerazasi orqali tozalab qo'yapti. Endi biz bergan xloroquin nima qilar ekan? Aynan ana shu gen polimerazani ingibrlab qo'yadi. Gen polimeraza ingibirlansa, ovqat yeyotgan vaqtda toksik modda natijasida o'lib ketib qoladi. Tushundingmi? Bu oddiy narsa emas, yo'q.
Xo'p, endi eslab qolasizlar, hamma antimalariya dorilari organizmda oksidativ moddalarni ko'paytirib tashlaydi. Nimaga degan savol bo'ladi. Haliga qizil qon hujayrasi tarkibida gem ko'payib ketyapti. U malariyani o'ldiryapti, to'g'rimi? Malariyani o'ldiryapti. Ana shu oksidativ modda qizil qon hujayrasidan tashqariga chiqib ketib qolsa, boshqa qizil qon hujayralarni ham zararlab qo'yishi mumkin. Aytmoqchimanki, mana bu xloroquin, mifloquin, antimalariya dorilarni berganimizda organizmda oksidativ moddalar juda ham ko'payib ketadi, erkanadi ekanlar. To'g'ri, ular bakteriyani o'ldiradi, malariyani o'ldiradi, sodda hayvonni o'ldiradi, lekin organizmni o'zini ham zararlab qo'yishi mumkin. Shuning uchun organizmda o'zida oksidativ moddalarni neytrallaydigan jarayon normada ishlashi kerak. Oksidativ moddalarni neytrallaydigan tuzilmamizning nomini glutatyon sistemasi deyiladi. Glutatyon sistemasini muhim fermenti glukoz 6-fosfat dehidrogenaz edi. Agar glukoz 6-fosfat dehidrogenaz yetishmovchiligi bor insonga men antimalariya dorisini berib qo'yadigan bo'lsam, u inson hayotdan ko'z yumadi, o'ladi. Shuning uchun doimo antimalariya dorilarini qo'llashdan oldin glukoz 6-fosfat dehidrogenaz yetishmovchiligiga tekshirish kerak. Qanaqa tekshiraman desa, ikkita test bor: nitroglutazolim testi, dehidrorodamid testi. Xo'p, ustoz, malariya bizda uchramaydi, Afrikada uchraydi. Nimaga buni bosh og'ritib yodlashingiz kerak desalaringizlar, USML sistemasida o'rganyapsizlar, Amerika standartida o'rganyapsizlar. Amerika endi Afrikaga yaqinroq bo'lganligi uchun biz ham o'rganishimiz kerak endi imtihonlaring uchun. Aslida O'zbekistonda uchramaydigan kasallik. Endi hammamizda orzuyimiz baland, maqsadlarimiz yuqori. Chet ellarga chiqishlaring mumkin, Amerikaga borib olishlaring mumkin yoki O'zbekistondagi eng kuchli shifokor bo'lib ketdilaring, bitta katta O'zbekistonga keldi, afrikalik, o'sha kasal bo'lib qolganda davolab qo'yishlaring mumkin, to'g'rimi? Orzuga yo'q, shunaqa o'ta kuchli bo'lib ketgan vaqtlaringda duch kelib qolishlaring mumkin bu narsaga. Shuning uchun o'rganib ko'ringlarchi. Xulosa qilinglar, bu dorini любой odamga to'g'ridan-to'g'ri mang iching deb yozib olmas ekansiz, tekshirib ko'rar ekansiz glukoz 6-fosfat dehidrogenaz yetishmovchiligi. Agar tekshirmasdan berib yuborsangiz, bemor glukoz 6-fosfat dehidrogenaz yetishmovchiligiga chalingan bo'lib qolsa, ham malariya ham bu dori qizil qon hujayrasini o'ldirganligi uchun, bu dori emas, haligi oksidativ moddalar o'ldirganligi uchun o'lib ketadi haligi odam, qizil qon hujayralari kamayib ketishidan. Keyingi dorimiz primaquin degan dori. Primaquin nima qiladi desa, bu ham qondagi gen polimerazani ingibrlash hisobiga, o'sha eritrotsitlardagi gen polimerazani ingibrlash hisobiga bakteriyani o'ldiradi, lekin bu doriga xos bo'lgan xususiyat gipnozoid formalarga, jigardagi malariyalarga ham ta'sir ko'rsatadi. Tushundingmi? Jigardagi malariyani o'ldiradi. Ikkita dori bor, jigardagi malariyani, hali gipnozoid formadagi malariyani o'ldira oladigan. Primaquin bilan mifloquin degan dori. Ikkalasini eslab qolinglar. Primaquin, mifloquin. Vivax bilan avvalida ishlatarkanmiz, demak bu dorilar. Testlarda juda ham ko'p tushadi. Bemor malariyaga chalindi, qonni sutmasini olib ko'rganimizda qizil qon hujayralarida malariya ko'rinadi, masalan, ya'ni uzukka o'xshab bunday ta'sirni ko'rasizlar. Ana shu malariyani belgisi hisoblanadi, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ana shunaqa narsani ko'rdi, ko'rgandan keyin bemorga xloroquin berdi deylik. Yaxshi bo'ldi, lekin yana qaytalandi. Yana xloroquin berdi, yana qaytalandi desa, biz aynan Vivax bilan avvaliga shubha qilishimiz kerak. Chunki jigardalar holatda qolib ketdi va u yana qayta aktivlashyapti. Ana shu paytda primaquindir. Men primaquin deyapman, chunki men inglizchasiga yozlaganman. Sizlarga primaxin deb yozib qo'yibdi. Talaffuzda primaxin deb talaffuz qilinmaydi. Sizlar ham primaquin deb talaffuz qilavringlar. Haliga quinda xin deb sizlarga yozib qo'yganman. Mas misol uchun xinin degan dorini quinin deb yozib qo'ygan. Endi bu dori sal kuchliroq dori hisoblanadi. Asosan bu dori ham ta'sir mexanizmi bir xil. Gemda haliga zararsizlantirishni to'xtatib qo'yadi. Kuchliroq bo'lganligi uchun falsiforumga ishlatiladi. Plasmodium falsiforumga ishlatiladi. Lekin falsiforum bunga nisbatan resistentlik keltirib chiqarishi mumkin. Shu asosan ta'sir mexanizmini va nimaga ishlatishini bilsalaring bo'ldi. Kelishdik-a? Xo'p, mana mifloquin, primaquin, mifloquin dedim. Vivax bilan avvaliga ishlatasizlar dedim. Ta'sir mexanizmi shu gen polimerazani ingibrlab qo'yadi. Hop, atovaquin, triguanil mana eng kuchli haligi dorilardan bittasi hisoblanadi. Atovaquin, triguanil. Buni ta'sir mexanizmi qanaqa desalaring, atovaquin bilan triguanil birgalikda ishlab chiqariladi, birgalikda organizmga yuboriladi. Atovaquin mitoxondriyani zararlantirib ATF hosil bo'lishini kamaytiradi. Triguanil bo'ladigan bo'lsa, proguanil bu dori folat sintezini ingibrlaydi. Diglorofolat reduktazani ingibrlash hisobiga folat sintezini kamaytiradi. Xullas, ikkalasi birgalikda DNKni zararlayapti, mitoxondriyasini zararlayapti, ATF hosil qilmayapti.
mana DNKni kamaytiryapti. Shunaqa qilib turib oxiri malyariyani o'ldirishda foydali effekt berishi mumkin, lekin bu faqat malyariyada ham emas, pnevmocystis jirovisiy bo'lib qolganida davolash maqsadida ham ishlatiladi. Pnevmocystis jirovisiy degan narsa bor. Pnevmocystis pnevmoniya tufayli kelib chiqadi. Sadazorlar soni 200 dan kamayganda kasallik keltirib chiqarishi mumkin. Unda profilaktika maqsadida trimetaprim sulfametazol beriladi. Kasal bo'lib qolganda mana bu dori o'tiladi. Xo'p. Pirivitamin degan dori bor. Trimetaprim, pirivitamin ikkalasi o'xshash. Trimetaprim nima qilardi? Dihidrofolat duktazan ingibilarmidi? Bu ham xuddi shunaqa. Trimetaprimni sherigi deb yozilgan bo'ladi. Pirivitamin. Dihidrofolat duktazan ingibilaydi. Mana sulfaynamidlar dedik-ku, trimetaprim sulfametazol. Shuni pirivitamin trimetaprim o'rniga pirivitaminli versiyasini ishlasa ham bo'ladi. Shu trimetaprim sulfametazol bilan qo'shib chiqarilsa, bu pirivitamin sulfatoksin bilan kombinirlangan holatda ishlab chiqariladi. Folat sintezini ingibillaydi va DNK bo'linishini kamaytirib beradi. Folat sintezini ingibillaganligi uchun, odamda folat yetishmovchiligi olib kelib qo'yganligi uchun doim legavarin bilan qo'shib beriladi. Ya'ni legavarin bu B9 da folat bilan qo'shib beriladi. Nojo'ya ta'sir megaloblast kamayadi. Shuni hisoblaydi. Mana eng kuchli malyariyaga qarshi dori mana shu. Artemether lemefantrin bo'ladi. Lemefantrin. Ko'rganda men mexanizmni eslab qolsalaring bo'ldi. Haligacha izlangan talaffuz qilmasalar. Artemether. Xullas bu dori nima qiladi desalaring, mana artemether radikallar bilan birga gem erkin radikal dedim-ku. Malyariyani o'ldiradi. Ana shu erkin gem radikali bilan birikkandan keyin yanada kuchli radikalga aylanib tashlaydi-da, malyariyani o'ldirib tashlaydi degan narsa. Mana lumefantrin degan dori, lumefantrin bu dori gem polimerazani ingibilab turib, aniqlab beradi. Gemda zararsizlantirishni ingibilab beradi. Shu narsa ikkita tomondan hujum qiladi, eng kuchli. Buni demak qaysiga ishlatarkanmiz? Falsiformda davolash uchun birinchi liniya preparatlar hisoblanadi. Shunaqa narsa juda ham kuchli, haqiqatan yo'q qilib beradi. Rezerv malyariyalar uchun ishlatiladi. Bo'ldi, tugadi. Chloroquine, mefloquine, artemetrin, quinin, chloroquine shu dorilarda aytasizlar, ta'sir mexanizmini aytasizlar, nimaga ishlatishni aytasizlar. Misol uchun, falsiformga alohida ishlatyapmiz, UX avvaliga alohida ishlatyapmiz, shularni aytib berishim kerak. Keyingi kasalligimiz amebiyas, entamyo va gistolitika degan parazit bor. Endi u asosan ifloslangan suvlardan yuqadi. Ko'pincha bitta toifa insonlarda uchraydi. Endi uni aytmay qo'yaylik. Menimcha bilasiz seksual. Shunaqa aytib qo'ydingiz. Xullas, bu asosan yo'g'on ichakda fistulali yara hosil qiladi va ana shu yara qonashi natijasida axlatda qon paydo bo'lishiga sabab bo'lib qoladi va qonga o'tib turib, jigarga borib turib, jigarda absses hosil qilishi ham mumkin. Mana yo'g'on ichakda fistulali yara jigarda, qani jigar? Jigarda absses paydo bo'lishi mumkin. Bu absses boshqa joylarda ham bo'lishi mumkin, lekin asosan katta foizlarda jigarda uchraydi. Boshqa a'zolarda ham bo'lishi mumkin. Demak, bu dori, bu parazitni, bu sodda hayvonni o'ldirish uchun biz ikki xil preparatlardan qo'llaymiz. Ayrim preparatlarimiz ichakdagi mikroflorani o'ldirib beradi, ichakdagi amebiyazni o'ldirib beradi. Boshqa dorilarimiz bor, ular to'qimadagi, ya'ni jigar, o'pka, miyadagi parazitlarni, o'sha sodda hayvonlarni o'ldirib beradi. Metronidazol, tinidazol. Metronidazol bilan bir xil monov. Ta'sir mexanizmi menimcha tushunarli, erkin radikallar hosil qiladi. Bular ishlatiladi ichakdagi, yo'q, to'qima bu. To'qimadagi amebiyasitlarni o'ldirish uchun ishlatiladi. Ya'ni jigar. Yusamalarda juda ham ko'p so'raladi keslaringda. Masalan, sizlar grant imtihonida kes ichasizlar-ku. Inglizcha beradimi kesda? Inglizcha bergan vaqtda sizlardan so'raladi. Orasida berib qolasiz. 10 ta 12 ta. 10 ta 12 ta qilasizmi? Baribir u ham hal qiluvchi bo'lsa kerak. Savol so'rash mumkin, misol uchun, o'sha gay erkak qonli diareya bilan shikoyat qilib keldi. Haliga rektal sohadan kamera tiqiladi, nima edi? Kolnoskopiya qilib ko'rgan vaqtimizda yo'g'on ichagida fistulali, menzurkaga o'xshaydigan yara aniqlandi debdi. Fistulali. Ana shunda ichakdagi florasini yo'qotish uchun qaysi dori beramiz deb turib, sizga metronidazol beradi-da, monodorini ham berib qo'yadi. Sizdan so'rayapti, ichakdagisini yo'q qilish uchun deyapti. Ichakdagisini yo'q qilish uchun biz pararmatin bilan yodapinol beramiz. To'qimadagi formasini yo'q qilish uchun metronidazol beramiz. Eslab qo'yinglar, qaysi forma juda ham ko'p so'raladi, yo'qoladi. Nojo'ya ta'sir disulfiramga o'xshab ta'sir ko'rsatishi mumkin, shunaqa. Pararmatin yodapinol. Bu endi oqsil sintezini ingibillaydigan dori. To'qimalardagi formulasini yo'q qilib beraveradi degan narsa.
Endi bular antibiotiklar hisoblanadi. Xuddi buni aminoglik asid tarkibida sizlar oqsil sintezini bilyapsiz-ku. Bular ham shu oqsil sintezini birlab turib, bakteriyalarni ham, boshqa bakteriyalarni ham o'ldirib qo'yganligi uchun degan probiotiklar bilan qo'shib ishlatiladi. Eslab qolinglar. Sodda hayvonga beryapman-ku, probiotik ishlatmas shekilli deb o'ylamanglar. Bularga ham probiotik qo'shib beriladi. Leishmaniozga qarshi dorilar bo'ldi. Afrikada uchraydigan cho'l pashshasi bor, adashmasam. Cho'l pashshasi bor. Afrika cho'l pashshasi. Ana shu pashsha chaqqan vaqtda juda ham kuchli og'riq bo'ladi. Og'rigan joyi esda qoladi va ana shu odamda immun sistemasining kuchiga qarab turib, leishmaniyaning kuchiga qarab turib ikkita kasallik kelib chiqishi mumkin. Teri leishmaniozda mahalliy sohada og'ritadigan yara paydo bo'lishi mumkin yoki butun qoniga tarqab ketib turib visceral leishmanioz bo'lishi mumkin. Teri leishmaniozda terida yara bo'ladi xolos. Visceral leishmaniozda qonga tarqab ketgandan keyin ichki a'zolarda abseslar paydo qiladi, suyak ko'migini zararlab turib, qon hujayralarni hammasini kamaytirib tashlab, panstopeniyaga sabab bo'ladi, immunitet pasayib ketadi, qon hujayralari kamayib ketadi va haligi inson vafot etadi. Shunaqa og'ir kasallik hisoblanadi. Teri leishmaniozda visceral leishmanioz. Shunda ishlatiladigan dorilarimizni gaplashamiz. Bunda natriy stibogluconate, sodium stibogluconate deb yozilganman. Meglumin antimoniat. Bu dori yo'q yusamlarda. Faqatgina buni sodium stibogluconate bor xolos. Shuni o'zini bilsalaring bo'ldi. Kelajak uchun, yusamalar uchun. Chunki yusamalarda faqat hayit ma'lumotlar bo'ladi. Mana shu so'rovlardan asosan bu mas sifatida teri leishmaniozini davolash maqsadida ishlasak bo'laveradi yoki intravenos bunaqa formulalar bilan visceral leishmaniozni ham davolashda ishlasak bo'laveradi. Nojo'ya ta'sirlar ishlatamiz. Miltefazin degan dori bor. Endi u oral qo'llaniladi, visceral leishmaniozni davolashda ishlatiladi. Shu ta'sir mexanizmi arachidon kislota metabolizmini buzadi, mitoxondriyalarni zararlaydi, kalsiy o'zini bog'lab olib turib, kalsiy bermay qo'yadi haligi organizmga. Shunaqa nojo'ya ta'sir ko'rsatadi. Homiladorlarga mumkin emas. Lekin mana so'raladi asosan yusamalarda. Mana boshqa dorilar so'ramaydi. Teri formasi uchun sodium stibogluconate so'raladi. Visceral formasi uchun qaysi dorini berasan desa, doim savolda agar mana shu dori turgan bo'lsa, shuni tanlayverasizlar. Amfoteritsin bor. Chunki o'lib qolishi mumkin-ku haligi odam visceral leishmaniozdan. Shuning uchun eng kuchlisidan qo'llaganimiz yaxshi. Eng kuchli dori zamburug'ga ham, mana sodda hayvonga ham ta'sir ko'rsatadigan amfoteritsin bor. Nima qiladi desa, lanes ergasterol bilan bog'langan holatda pora hosil qilib beraveradi. Ta'sir mexanizmini tushunganmiz, nojo'ya ta'sirini ham tushunganmiz, nefrotoksik liposomal formasi ishlab chiqarilgan. Hop, pentamidin degan dori bor. U nima qiladi desa, shu DNK sintezini, oqsil sintezini birlashtirib beradi. Bu dorini ham leishmaniyani davolashda, visceral leishmaniyani davolashda ishlasak bo'laveradi, lekin boshqa kasalliklarda ishlatiladi. Misol uchun pneumocistis pneumoniyada trimetaprin sulfametazolni o'rniga pentamidin bilan sulfaksazolni qo'shib turib ishlasak bo'laveradi. Triparasomlar shularda ham ishlatiladi. Shunaqa bu keng spektrli antibiotik. Xuddi trimetaprin sulfametazolidagi trimetaprinning sherigi bu pentamin. Shunga o'xshagan dori. Tripanosomaga qarshi dorilar. Tripanosomaning ikkita turi bor. Tripanosoma brucei bilan crucei. Ikkalasini charkashtirib qo'ymaslik uchun men mnemonika qilib olganman. Brusda oldida uxlayotgan bolani tasavvur qilib olganman. Brus bor-ku. Brusda oldida bitta bola uxlayotgan tasavvur qilasizlar. Demak, brucei so'zi boridan savol tushadigan bo'lsa, siz eslaysiz, uyqu kasalligiga sabab bo'lardi, eslanglar bo'lsa. Tsetse pashasi, uyqusida to'g'ri tsetsida. Tsetse pashasi yuqadi, chaqadi, chaqqandan keyin undan tripanosoma brucei organizmga tushadi. Qonda yurgan vaqtda bemorda isitma, bosh og'rig'i, holsizlik, lanchlik belgilari paydo bo'ladi. Miyani teshib o'tib turib, meningensefalitga sabab bo'lganda haligi odam uyquga ketadi va uyqudan qaytib uyg'onmasdan komaga tushib vafot etadi. Tripanosoma brucei. Tripanosoma crucei degan narsa bor. Trirodamimmi? Reduit degan organizmdan yuqadi. Buni haligi reduit chaqqanda og'ritmaganligi uchun kissing disease ham deyiladi. Haligi o'quvchilar kasalligimi shunaqa. Haligi og'ritmaganligi uchun shunaqa narsa. Bu organizmga yuqqandan keyin surunkali uzoq yillar davomida kasallik keltirib chiqaradi. Qizil o'ngach kattalashib ketishi, yo'g'onichak kattalashib ketishi, miokardit shunaqa holatlarga, yurak o'tkazuvchanligining buzilishiga sabab bo'ladi. Megakolon, megaesofagus deydi. Bitta olim bu kasallikni nomlab qo'ygan. Chagas kasalligi deydi. Chagas disease. Ana shunga sabab bo'ladi. Hop, ana shunda ishlatiladigan dorilar. Eslab qo'yinglar, uyqu kasalligiga sabab bo'lishini tripanosoma Afrika varianti deyiladi. Mana Cruceyda Amerika tripanosomasi deyiladi.
Shunda ishlatiladigan dorilar mana. Afrika triparasomiyasi, ya'ni bu uyqu kasalligimi, to'g'rimi? Uyqu kasalligida ishlatiladigan dorilar. Qonda yurgan vaqtda alohida dori beriladi. Miyaga o'tib ketgan, ya'ni uxlayotgan vaqtda, meningensefalik vaqtida alohida dorilar beriladi. Yodlab olasizlar. Yo'samalada bor. Pentamidin, suramin bor. Gematensefalik dorisi. Mana meningensefalik o'tib ketgan vaqtda ishlatiladi. Nitroktimox bilan melalsaprol degan dori bor edi. Nimagadir sizlarga mana bu ikkita dorini qo'shib qo'yamiz. Bunaqa dori yo'q yo'samalada. Sizlarning mikrob kitoblaringda bor ekan. Fexinidazol, F-lornitin degan dori. Men shaxsan o'zim yodlaganman. Qondagi formasi uchun suramin pentamidin, miyadagi formasi uchun melalsaprol edi. Yodlab olinglar, yo'samala keslarida shu melalsaprol so'raladi. Meningensefalik yozib olsangiz keyincha videoda eshitib. Amerika tripanasomasi, ya'ni tripanasoma cruzi chagas kasalligida ishlatiladigan dorilar, bu ikkalasi ham bor. Benzanidazol bilan nifirtimox. Bo'ldi. Dorini yodlab qo'yasizlar, qaysi kasallikda. Men sizlardan so'rayman-da keyingi darsda. Vivax avalini davolashda, tripanasoma cruzini davolashda, visceral leishmaniozini davolashda, teri leishmaniozini davolashda ta'sir mexanizmi qanaqa deb turib so'rayman. Shuning uchun dorilarni menga yodlab aytishinglar kerak. Xo'p, giardia lambliya degan kasallik bor. Giardia lambliyada nima bo'ladi? Iflos suvlarni ichgan odamda ichagiga tushadi. Ichagiga tushgandan keyin yog'larning so'rilishiga to'sqinlik qiladigan bakteriya, sodda hayvon hisoblanadi. Yog' so'rilmasa axlatdan yog' chiqib ketaveradi. Yo'samala keslarda qanaqa so'raladi? Bemor qanaqadir suv ichdi deydi, ichdi demasligi mumkin. Bemorda yog'li diareya kuzatilyapti yoki bo'lmasa yog'li diareyasini ham aytmaydi-da, hojatxona suvini bosganda oqib ketmayapti deb so'raydi. Yog'li diareya bo'lsa oqib ketmaydi-ku. Kesda xuddi ana shunaqa tushadi. Oqib ketmaganligidan, axlat zichligi ozligidan siz xulosa qilib olishingiz kerak. Ha, yog' ko'p ekan deb turib, aynan giardiyani eslashingiz kerak bo'ladi. Yog' chiqib ketmaganligi hisobiga, yog' chiqib ketaverganligi hisobiga, bakteriyalar orqali parchalanganligi hisobiga qorindan bo'lishi, vazn yo'qotishi, ular endi narsa. Shunda ishlatiladigan dori mana hammasi bor. Albendazollar, tinazol, metronidazol, tinidazol, albendazol va nitozoxanid degan dori. Mana shu hammasi yo'samalada bor. Xohlagan bittasini sizlarga berib qo'yish mumkin. Shularda ta'sir mexanizmini gaplashamiz. Albendazol nima qiladi desa, tubulin oqsili bilan birikib turib mikronaychani funksiyasini buzib qo'yadi. Xuddi graziofulvin mikronaychaning bo'lyapti-ku. Shunga o'xshab turib mikronaychani birlab qo'ysa, hali gelmentlar, sodda hayvon, misol uchun giardiya, gelmentdan uzilib ko'payib keta olmaydi. Ko'payib keta olmasa, oxiri o'ladi. Nitozoxanid degan dori pirovat ferrodoksinni birlaydi. Mana fermentni eslab qolishdan shart emas, low yield ma'lumot bu. Haligi natxash, fatxash degan narsalar bor-ku. Ana shularni hosil bo'lishida ishtirok etadigan ferment hisoblanadi. Natxash, fatxash hosil bo'lmasa elektron transport zanjiri bo'lmaydi, ATF hosil bo'lmaydi. Shunaqa qilib ATF yetishmasdan o'ltirishga sabab bo'ladigan dori hisoblanadi. Nitozoxanid. Keyingisi. Bo'ldi. Nimadan nima ishlatishni ta'sir mexanizmi bildiraylik. Mana bu mexanizmini aytmayapman misol uchun. Metronidazolni bilasizlar, albendazolni aytdim, nitozoxanidni aytdim. Toxoplasma degan sodda hayvon bor. Torch infeksiyasi tarkibiga kiradi. Torchdagi T-ni boshqa harfi. Mushuklardan yuqadi. Shuning uchun homilador ayollarga mushuklarga yaqinlik so'rab tavsiya etilmaydi. Chunki toxoplasma torch infeksiyasi tarkibiga kirganligi uchun platsentadan o'ta oladi. Siz bilan menga torch yuqadigan bo'lsa, hech qanaqa kasallik keltirib chiqarmaydi, chunki sizni meni immun sistemam normada. Torch infeksiyasi faqat immuniteti pastlarda kasallik keltirib chiqaradi. Torch infeksiyasiga xos bo'lgan ikkita xususiyat bor. Uchta xususiyat deylik. Birinchisi sog'lom odamlarda kasallik keltirib chiqarmaydi. Platsentadan o'ta oladi. Immunitetimiz pasayganda latent holatda tanamizda uxlab yotadi, reaktivatsiya bo'la oladi. Qayerimizdagi toxoplasma turibdi hozir hammamizda. Qonimizni tekshirsak toxoplasmaga nisbatan immunoglobulin G chiqadi yoki chiqmaydi. Haligi katta ehtimol chiqadi, chunki chiqsa qachondir bir 6 oyda ichida toxoplasma bilan 6 oyda ichida emas, qachondir yoshligimizning qaysi bitta vaqtida biz toxoplasma bilan aloqada bo'lgan ekanimizni xulosa qilamiz. Immunoglobulin G chiqmasa ham menda toxoplasma yo'q ekan deyishga xulosa qila olmaymiz, chunki immunoglobulinlar 6 oy yashayveradi xolisda, 6 oydan keyin yo'q ketadi. Shunaqa. Eslab qolamiz. Buni kasalligi menimcha tushunarli. Sizga menga dastlab yuqqan vaqtda yoki immun sistemamiz sal pasaygan vaqtda reaktivatsiya bo'lsa, bu dori bizda tomoq og'rig'i, bosh og'rishi, yallig'lanishlik belgilarini yuzaga keltiradi. Lekin immun sistemasi past odamga yuqsa
yoki bo'lmasam onadan bolaga o'tadigan bo'lsa, og'ir infeksiyalarga sabab bo'ladi, xorioretinitga sabab bo'ladi, mikrosefaliyaga sabab bo'ladi, intrakranial kalsifikatsiyalarga sabab bo'ladi. Miyani zararlab qo'yadi, kalsifikatsiyaga sabab bo'ladi. Kalsifikatsiya bu o'lgan neyronlar. O'lgan neyronlarga kalsiy chimib turib, bizga MRTda kalsiy bo'lib turib ko'rinadi. Demak, aqliy rivojlanishdan ortda qolishga ham sabab bo'larkan bu dori. Haligi sodda hayvon. Endi unda ishlatiladi perivitamin bilan sulfadiazin. Mana trimetapinga to'g'ri keladi, mana bu sulfametaksazolga to'g'ri keladi. Ta'sir mexanizmi bir xil. Trimetapin nima qilardi? Digidrofolat reduktazani ingibilarmidi? Perivitamin ham digidrofolat reduktazani ingibilar. Sulfadiazin digidropteroat sintazani ingibilar. Xohlasalaring buni ishlatinglar, xohlasalaring trimetapin sulfametaksazol ishlatinglar, farqi yo'q. Yaxshi. Gelmetlar. Ko'ryapsizlar, dori o'ta ko'p. Gelmetlarda turi bor, nematodalar, trematodalar, sistodalar. Ular shart emas. Mana nematodalarga kiradi: ascariida, enterobius vermicularis, trichoniellos, ankylostoma, necator americans. Shunaqa turlar bor. O'tgansizlar bilan mikrobiologiyada. Shularda ishlatiladigan dorilar haqida gaplashamiz. Xo'p. Albendazol, qaytib qo'ying. Albendazol, mebendazol. Haligida aytdim, buni gelmetda ham ishlasak bo'ladi-da, sodda hayvonda ham ishlasak bo'ladi, gelmetda ham. Bu dori nima qiladi desa, aytdim haligida mikrotubullarni ingibilab qo'yadi. Mikrotubullarni ingibillagandan keyin ko'paya olmaydi uni gelmet va tushib ketaveradi. Endi buni kichkina gelmetlar uchun ishlatamiz. Katta gelmetlarga ta'sir ko'rsatmaydi. Xo'p, mikrotubullarni ingibilagani uchun homiladorlarga muhim emas. Kuchli nefrot, kuchli gepatotoksik bo'lganligi uchun 3 kun qo'llaniladi. Ozgina tanaffus, bir 2-3 kun tanaffus, keyin yana 3 kun qo'llaniladi. Shunaqa qilib turib, interval bilan qo'llanilishi kerak, chunki gepatotoksiklik ta'siri juda ham yuqori. Pirantil pomoat, eshitgansizlar? Pirantil pomoat ta'sir mexanizmi juda ham ko'p so'raladigan dori, asetilxolin esterazani birlab qo'yadi. Asetilxolin esterazani vazifasi asetilxolinni parchalash edi. Asetilxolinni parchalamasa, asetilxolin haddan tashqari ko'payib ketadi. Haddan tashqari asetilxolin ko'payib ketsa, mushakka ta'sir ko'rsatsa, mushakning retseptorlari ishlamaydigan bo'lib qoladi. Xuddi suksinilxolin degan dorini o'tkazdilar. Ko'pgina asetilxolin bo'lish natijasida mushakni ingibirlab qo'yadigan narsa edi. Xuddi shunga o'xshab, suksinilxolinga o'xshab ta'sir ko'rsatadigan dori gelmetlarga ta'sir ko'rsatadi bu. O'ta ham ko'payib ketgan asetilxolin ta'sirida gelmetning mushagi qisqara olmay, gelmet harakatlana olmay qoladi-da, axlatdan tushib ketaveradi. Shunaqa narsa. Axlat haligi ichaklarda turishi uchun ham ularda mushak ishlab turish kerak-da. Mushak ishlamasa tushib ketadi. D-etil karbamazin kuchli parazitga qarshi, nafaqat parazitga qarshi, boshqa gelmetlarga qarshi, misol uchun limfatik filariaz. Endi buni sababchisi nima edi? Esdan chiqib qoldi. Elefantiazisga sabab bo'lardi. Katta fil oyoq bo'lib ketardi, o'rgangan bo'lsalar, ya'ni limfa yo'llarini obstruksiyasiga sabab bo'lishi natijasida. Bitta uzun nomli parazit bor. Xullas, boshqa parazitlarga ham ishlatiladi. D-etil karbamazin. Ta'sir mexanizmi turli-tuman. Qanaqa qilsalaring, ham natriy kanallarni bloklab turib, mushak kanalining funksiyasini buzadi, arachidon kislota metabolizmini buzadi, shunaqa membrananing funksiyasini buzadi. Ivermektin degan dorimiz bor. Ivermektin bu xlor kanallarini ochib tashlaydi. Xlor kanallarini ochib tashlasa, ichkariga xlor kirib ketaveradi, giperpolarizatsiya holatiga o'tib qoladi parazit va harakatlana olmaydi mushak. Ana shunaqa qilib turib ta'sir ko'rsatadi. Buni ham mana parazitlarda ishlasak bo'laveradi. Xo'p. Endi uzun cho'lchanga, uzun qoramol tasmasiman cho'lchanga, cho'chqa tasmasiman cho'lchanga bularga biz bergan albendazollar ta'sir ko'rsatmaydi, chunki bular juda ham uzun parazitlar hisoblanadi. Bularga ishlatiladigan eng kuchli dorimiz bor, praziquintil degan dori bor. U nima qiladi desa, kalsiy kanallariga ta'sir ko'rsatadi. Kalsiy o'tkazuvchanligini oshirib tashlaydi, ichkariga juda ham ko'p kalsiy kiradi. Ichkariga juda ham ko'p kalsiy kirsa, aktin bilan miyozin bir-biriga qisilib, tortilib, mushak qattiq qisqaradi. O'ta qattiq qisqarsa, bizda rabdomiyoliz bo'lib mushak yollaydi-ku. Parazitlarda ham xuddi shunaqa, mushak juda ham kuchli qisqarib qoladi, mushak yollaydi yoki qoramol tasmasidan cho'lchanga harakatlana olmaydigan holatga o'tib qoladi. Natijada axlat bilan tushib ketaveradi. Bo'ldi, bosib qo'ying.